Kimda kim Rasulullohni o'ldi desa, savalayman. Biroz jim tur Umar, quloq sol. Xaloyiq, kimda kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, bilingki, Muhammad o'ldi. Kimda kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa, bilingki, Alloh tirik, hech qachon o'lmas. Muhammad ham bir rasul xolos. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Agar u o'lsa yoki qatl qilinsa, orqangizga qaytasizmi? ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين